Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 4 ve 5 aprel günleri dünyanın her qaysi ellerinde yaşayotgan Uyghur cemaatçiligi namoyish uyushtirish, doklad berish yoki ko'rgazma qilishdek usullar bilan Barin inqilobining 25 yilligini xotirladi. Barin inqilobining 25 yilligi munosabati bilan elib berilgan namoyish va boshqa faoliyatlar Turkiyaning Istanbul, Anqara shaharlarida, Qozog'istonning Olmaota shahrida, shundaqli Germaniya, Shvetsiya, Gollandiya, Norvegiya, Yaponiya, Avstraliya qatorliq ellarda uyushtirildi. Ma'lumki, Barin inqilobi 1990 aprelda Uyg'ur elining janubiy qismida yuz bergan Uyg'ur xalqining Xitoy hokimiyatiga qarshi zo'r tipdagi qurolli inqilobidir. Bu inqilob gerçi qonliq ravishda bostirilgan bo'lsa-mu, lekin ayni davrda intayin zo'r ta'sir paydo qilgan. Shotlandiyalik muzikant, tonilgan kishilik huquq faoliyatchisi Jo Hamilton apandi 24 soat piyoda minib turmadagi ilhom to'xtini yod etgan va Barin inqilobining 25 yilligini xotirlagan. Uning bu faoliyati 4 aprel soat 1da boshlanib 5 aprel soat 1da oxirlashgan. Jo Hamilton o'zining bu harakati orqali dunyo jamoatchiligini Uyg'urlarning navbatdagi realligiga ko'ngil bo'lishga, ilhom to'xtiga o'xshash o'z millatining haq-huquqlari yo'lida badal to'layotgan vijdon mahbuslarini unutib qolmaslikka chaqirgan. Ma'lumki, shotlandiyalik muzikant Jo Hamilton apandi o'tgan yili turmadagi ilhom to'xti va Patugul g'ulomga beg'ishlab ikki naqsh ijod qilgan va xalqarada zo'r ta'sir paydo qilgan edi. Aqsuning Shayan ailesi yaqında tuvaq etish nomida xizmat korpusi ta'sis qilib, Shayada umumyuzlik holda tashlandiq uylarini tizimlash, tekshirish harakati boshlagan. Radiomizning bu vaqtda uchur egallashlari davomida tuvaq etish deb atalgan bu harakatning kelib chiqish sababi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, bultur 1-oy mezgilida Shayadagi bir masjidning o'ylisiga qadalgan Xitoyning 5 yulduzli qizil bayrog'i noma'lum kishilar tomonidan tushirib etilgan va yetib tashlangan. Halbuki vaqa sodir qiluvchilar hozirga qadar topilmagan. Buning bilan yerlik doiralar soqchilarni ishga silib, vaqa sodir qiluvchilarni tutish uchun atalmish tuvaq etish degan bu harakatni qo'zg'agan. Yaqında oxirlashgan Uyg'ur Avtonom rayonlik partikomining muqimlik xizmati yig'inida oliy maktablarni diniy oshqo'llikni tugatishdagi istutaksiz jang maydoniga aylantirish ta'kidlangan. Yig'inda Uyg'ur Avtonom rayonlik partikomining sekretari Jang Chunshan mundaq degan: asabiylikni tugatishda tashabbuskorlik bilan hujum qilib, ideologiya bazasini qat'iy egallash kerak. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda Uyg'ur elidagi oliy maktablarda oliy maktablarning 20 moddalik qoidasi e'lon qilinib, o'quvchilar atalmish diniy oshqo'llikning ta'siridan yiroq turishga ogohlantirilgan. Mazkur qoida navbatda oliy maktablarning o'qish boshlash tunji darsligi qilinmoqda ekan. Shundaqla studentlarning layoqatli baholanishidagi siyosiy o'lchamlarning biri qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, doiralar 9 aprel kundan e'tiboran Şinjanlıqlarning bir kuni temisidagi yana bir navbatlik siyosiy tashviqot faoliyati boshlagan. Mazkur faoliyat Uyg'ur Avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligini xotirlash faoliyatlarining bir partisi bo'lib, Uyg'ur elidagi 15 noya va shaharda tanlab beriladi ekan. Egallashimizcha, bu faoliyat davomida barliq to'rt taratqullari harakatga keltirildi ekan. Shundaqla Şinjanlıqlarning go'zal va rangli turmushi, ularning Xitoy kompartiyasi va Xitoy davlatiga bo'lgan sadoqati hikoya qilindi ekan. Kuzatuvchilar Xitoy doiralarining rayonda elib berayotgan siyosiy tashviqotlari qanchalik kuchaygan sari Uyg'urlarning qarshilik harakatlarining aslab ko'payayotganligini ilgari surmoqda. Uyg'ur elidagi siyosiy mahbuslarning turmada og'ir darajada jismoniy va ruhiy qiynashlarga duch kelayotganligi yaqinqi yillardan buyon xalqarodagi kishilik huquq tashkilotlarining diqqatini chekmoqda. Halbuki Uyg'ur elidagi bir qism advokatlar yaqinda maqola e'lon qilib, jinoyatchilar va jinoyat gumondorlarining insoniy huquqini qo'g'dash xili cho'ng taraqqiyotga erishdi deb chaqalagan. Ürümçi Kazvendagi 2 turmada 4 yil jazo muddati o'tgan bir nafar sobiq mahbus yaqinda radiomiz ziyoratini qabul qilib, turmadagi siyosiy mahbuslarning echinishli hayoti haqida uchur berdi. Uning Ürümçi 2 turmada ko'rgan bilganlari Xitoy doiralarining turmadagi siyosiy mahbuslarning huquqlari haqidagi bayonlarini keskin rad qiladi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.